Assalomu alaykum. Alaykum salom. Yaxshimisiz doktor? Zo'rmisiz? Charchamay yuribsizmi doktor? Doktor, meni o'g'lim 1 yoshari 9 oylik. Orqa uretra klapan tashxisi qo'yilgan. Birinchi etap operatsiyasi o'tkazildi. Renografiyaga bitta pochkasi 95%, yana bittasi 5% ishlayapti deyapti. Oraga o'g'lim 1-2 oy temperaturasi hech tushmadi. Axiri doktorimizga olib bordik. Shu bitta pochkasiga reflux beryapti, ishlamaydigan shu 5% chap pochkasiga reflux beryapti. Siydik shunga kirib bezovlanyapti ekanmi, shunday deyapti doktorimiz. Endi shunga shu chap buyragini olib tashlaymiz yoki dampilus gel quyish kerak, toraytirish kerak deyaptilar. Shunga siz nima deysiz? Yana siz bilan ham bir ora-oraga maslahat qilib turaman. Ko'p kuzataman sizni videolaringizni. Qayerda klapan kesilgan? Sampi больницasiga. Begizotmi? Albatta, doktorimiz. To'liq javob berib o'taman hozir. Salomat bo'lasiz. 1 minut obunachilarim opam savoliga javob berib olay. Demak, klapan kesilgan bo'lsa, uni nazoratda kuzatiladi. Agar klapan kesilgandan keyin buyrak faoliyati yaxshi tarafga o'zgaradigan bo'lsa, demak, yaxshi. Agar buyrak faoliyati o'zgarmaydigan bo'lsa, unda o'sha 5% deb qo'yibdi. Uni olib tashlashga to'g'ri kelishi mumkin, lekin o'sha klapanni kesgan doktor ko'proq ma'lumotga ega bo'ladi. Biz ham klapan kesamiz, faqat bizga keladigan bo'lsangiz, bolani tekshiruvni biz oxiratdan boshlashimiz kerak. Begzod hech qanaqa yomon doktor emas, u bolalar milliy markazida birgalikda ishlaydi. Aynan O'zbekiston bolalar urologiya jamiyatining a'zosi hisoblanadi. Standartlar bo'yicha, dunyo standartlari bo'yicha davolaydi bemorlar. Alo. Assalomu alaykum. Merhabalar hocam, nasılsınız? Teşekkürler. Nasılsınız? Nasıl gidiyor işler? Öncelikle iyi bayramlar, iyi akşamlar hocam. 1 minut. Sitara. Söyleyin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sitara nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Öncelikle iyi bayramlar ikinize de. Bende bir sorun vardı. Şöyle hocamdan sorayım da. Benim hipospatsali 3 yaşlık çocuğum var. Tamam mı? Sizde maliyeti ne kadar? Ama Türkiye'de $40.000 diyorlar. Hocam Uzbekistan'da ne kadar maliyet mesela? Evet. 1 minut. Sizin de Türkiye ülkesinde, Türk ülkesinde $40.000. Bizim de Özbekistan'da bu tezkere kursda yapıyor. Biraz 40-15 yaz. Bizim de Özbekistan ülkesinde $15-20 bin $1000. Muamma mı? Sorun yok. Türkiye, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan ameliyat yapıyorum. Her ülke hastalarıyla ameliyat yapıyorum. Gelseniz, buraya gelseniz ameliyat yapacak mısınız? O doğru yapalım. Bizimle ulaşırsanız bundan sonra size iyi bir tavsiyeler ya da ameliyat hakkında kısaca size bir konuşabiliriz. Sonra da buraya gelseniz ameliyatı hocamız yapabilir inşallah. Alo. Assalomu alaykum, bayramlaringiz muborak. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men Toshkentdanman. 6 oylik o'g'ilcham bor. Tuxumlari tushgan depasga. Lekin nariyog'i bo'lsa, ora-ora ichkariga kirib turadi, gohida tashqarida ham turadi. To'laqonlicha ichkariga kirib ketmaydi. Bu nimadan? Semizmasmi o'g'lingiz? Yo'q. Sahr bilan tug'ganman, 4 kiloga 50 gram tug'ilgan. Hozirgi kunda normada, unaqa qorin qo'yvori boshqa bo'lmagan. Lekin qo'viq qismi sal qo'njiroq. Sal bunaqa o'tamas, ozgina. Kirib chiqib turadi-da, o'sha anaqasi bor-ku, pistoleti o'sha kirib chiqib turadi.
pistoletni kestirib qo'yish mumkin emas, lekin birinchi savolingiz tuxumlari tepaga chiqib tushib turadi deyapsiz. Xuddi shu yorg'oq a'zosini shakllanishi bolalarda 1 yoshgacha davom etadi. Agar 1 yoshdan keyin o'sha tuxumlari moyaga, pastga, yorg'oqqa, xaltasiga tushmadimi, uni operatsiya qilib tushirish kerak. Ikkinchi savolingiz, pistolet kichkina deyapsiz. Pistolet kichkina bo'lgan bu bolalarda sunnat qilish mumkin emas. Endi Toshkentda bo'lsangiz, biz yaqin kunlarda Toshkentda hamroh klinikalarda ish boshlaymiz, lekin ungacha bolalar milliy markazida bizda ustozlarimiz bor. O'sha yerda Soliyev Asqar Tursunovich, Hidoyat Kamron Zayniddinovich, Abdullayev Zafar Boburovich, Akzam Xo'jayev Saydanova Talatovich ular bor. O'sha yerda uchrab maslahat olsangiz, biz qanday bo'lsak bizdan ziyodasini beradi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Men yepandaman. Yaqinda yoningizga borgandik. O'sha bolam tug'ma gipronefroz bilan tug'ilgan. Shu haqida ma'lumot bering. Men to'liq ma'lumotga ega emasman. Hozir operatsiya bo'ladi. Shunaqa narsalar miyamda aylanib qolgan. Bolam kuchga to'lib olsin deydi, o'zimizning doktorlarga ko'rsatsak. Farg'onaning ko'p tarmoqlisiga borib turibmiz har oy. O'zgarish bor deydi, lekin bu oy o'sha o'tgan oy borganimizda ozgina kengayib qolibdi degandi. O'ng buyrakchasida. Men millisini, santisini tushunmayman. To'liq ma'lumotga ega emasman. Rahmat savolingiz uchun. Endi bu kasallikni sizga 1 daqiqa va 5 daqiqada to'liq tushuntira olmayman, lekin gidronefroz endi eslolmadim sizni. Agar gidronefroz tashxisi qo'yilgan bo'lsa, u operatsiya usulidan davolanadi. Chunki o'sha buyrakdan siylikda chiqish qismida tor joyi bo'ladi. O'sha tor joyini olib tashlab, keng qilib ulash kerak. Hozirgi kunda bizda o'sha 1 yoshdan yoki 8 oylikdan yo'lga qo'ygan klinikamizda imkoniyatimiz bor. Faqat 1 yoshgacha bo'lgan, ya'ni 6 oylikgacha bo'lgan chaqaloqlarni parvarishi biroz murakkabroq bo'ladi. Shuning uchun xususiy klinikalarda uni operatsiya qilish imkoniyatimiz biroz chegaralangan. Lekin shu 8 oylikdan katta bolalar narkozga qarshi ko'rsatmasi yo'q bo'lsa, yuqorida aytgandek qizamiq bo'lmagan bo'lsa, sudragisi yo'q bo'lsa, qoni kam bo'lmasa, doim temperaturada yurmagan bo'lsa, bolani operatsiyadan keyin tortib ketish imkoniyati kuchliroq bo'ladi. Agar o'sha operatsiyadan keyin bola og'irlashib qoladigan bo'lsa, xususiyda unga yordam berishimiz chegaralangan. Shuning uchun hozirgi ayni daqiqada o'sha 6 oylikgacha bo'lgan gidronefrozlarni operatsiyasini yo'lga qo'ymaganmiz. Imkoniyati bo'lsa, bolalar milliy markazi yuqorida aytgandek malakali mutaxassislar bor, shularga uchrasangiz bo'ladi. Yana ham ma'lumot olaman desangiz, xuddi shularga gidronefroz deb yozsangiz, uni o'sha rasmlari bilan nima operatsiya qilganman, qanaqa qilganman, uni ham turi ko'p. Xuddi shularni sizga tushunarli tariqasida, o'sha xalqimga tushunarli tariqasida rasmlargacha qo'yib qo'yganman. Qilganman o'sha 6 oyliklarda ham, 8 oyliklarda ham qilganman. U bolalar o'sha issig'i chiqmagan, yengilroq darajalari bo'lgan. 8 oyliklarda qilganman, 6 oylikda ham qilganman. Lekin bola temperaturada yurganligi sababli uni qarshi kurash imkoniyatlari pasayib ketgan bo'ladi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Men 4 yoshar o'g'lim bor. Rosa shu yili o'tgan yili sunnat qildirdik. Hozir endi sunnat qildirdik. Yo 2 oy yo 3 oydan keyin sunnat qildirgan joyimiz ichkari tarafga qarab kirib ketyapti. Uni massaj qilinglar dedi, lekin massaj qilsak ham joyiga qaytib chiqmayapti. Yana baribir o'z holiga qaytib kirib ketib qolyapti. Agar shu aytayotgan gaplaringizga kasallikni tibbiy holat to'g'ri kelsa, bu operatsiya qilinadi. Ya'ni qanaqa bo'lishini bilish uchun o'sha kelsangiz bolani ko'rganda hal bo'ladi. Shu yuqorida aytib o'tgan gaplarimizga to'g'ri keladi bu. Bu endi doktorlarda biroz noto'g'ri bo'lar-ku, lekin oxirgi 3 yilda bu O'zbekistonga davolash usuli kirib keldi. Oldin yo'q edi bu bolalar. Endi Xudoga shukr qilish kerak. Hozirgi vaqtda operatsiya qildirsangiz, kelgusida operatsiya farzandsiz bo'layotgan muammosi hal qilinadi. Bizning manzillarimiz shu tarmoqlarimizda, hamma tarmoqlarimizda yoritilgan Farg'ona shahridamiz. Bemalol kelsangiz, inshaalloh yordam bersak xursand bo'lamiz. Allo. Assalomu alaykum, Shilmonov Profilov. Hayitlaringiz bilan rahmat doktor, yaxshimisiz? Rahmat, Allohga shukr. Sizlar bilan charchaganingiz yo'qmi? Men Muhammad Zohirni buvisiman. Yaqinda davolanib chiqdik. Sizga rahmat aytmoqchi edim. Umringiz uzoq bo'lsin. Nevaram deb sog' qilib jo'natib yubordingiz. Sog'lig'ingizni aytib qo'yay degandim. Rahmat doktor, omadingizni bersin. Sog' bo'ling.
Ilohim duolaringizni hammasi emas, ozgina bir qismida yapsa ham xursand bo'lamiz. Shu duolardan biz ota-onamizga, ustozlarimizga, bizga kimki shu tarbiya bergan bo'lsa, shu insonlarga ham yetib boradi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ha, tuzamisiz doktor? Bir savolim bor edi. Marhamat. Biz Namangandamiz. O'g'limni gipospadiya bilan tug'ilgan edi. Uni Jumanazar klinikasiga olib borsa, operatsiya qildiramiz. Uni kafolat beramiz. Yosh to'lgandan keyin 12 yoshdan keyin bachadoni rivojlanib ketishi mumkin degandi. O'shanga hozir qildirsa bo'ladimi? O'zingizga yo bo'lmasam 12 yoshda kutaylikmi? Hozir pasportda o'g'il bolami? Ha, pasportda o'g'il bola. Narxasini ham tekshirganda o'g'il bola chiqqandi. XY'larni. Ammo siyishi boshqa tomon tasiyadi. Hali bolaga tiq tekkan yo'qmi? Yo'q, hali tekkani yo'q. Tegmagan bo'lsa, bizga olib kelsangiz, xudo xolasa yaxshi qilib davolab beramiz. Endi uni bachadon deyapsiz, demak bolada o'sha ayollik jinsiy a'zosi ham bor. Oldin qiladigan ish cho'tchida siyish teshigi tepaga olib chiqilib to'g'irlanadi-da, keyin o'sha bachadon olib tashlanadi. O'shandan keyin endokrinolog deydi, endokrinolog nazorat yuradi. Endi bolani ko'rish kerak, farzandli bo'lganlari ko'p buni. Ancha og'ir patologiya, lekin kafolatni hech kim bermaydi. Kafolatga to'g'ri kelayotgan bo'lsak, statistika beradi. Bunaqa holatlarda 80%. Yo'q, doktor, hozir endi o'g'lim 5 yoshli. Bunaqa holatda hech kim sizga kafolat bermaydi. Biz ham kafolat bermaymiz, chunki biz bandamiz, xudo emasmiz. Faqat qo'limizdan kelgan ustozlarimizdan o'rgangan, dunyo olimlaridan eshitgan narsalarimizni o'sha bemor bolajonlarga shifo topish uchun qilamiz. Shu kungacha Farg'onaga shaharga kelganimizga 5 yil bo'lgan bo'lsa, 18 tadan ortiq bunaqa kasallikni operatsiya qilganmiz. Juda kam uchraydigan og'ir patologiya. Bosqichli operatsiya bo'ladi. Har bir operatsiyada demak bolaga biron bir yordam tegadigan bo'lsa qilish kerak. Endi bunaqa holatda sizga onlayn tavsiya berishim noto'g'ri, chunki kariyotipni tekshirishgacha, bachani bor yo'qligini aniqlashgacha boribmi, bolani o'zini ko'rmasdan hal qilmaydi. Operatsiya qilish masalasiga keladigan bo'lsak, bizning klinikamizda ham xuddi shunaqa operatsiya usullari yo'lga qo'yilgan. Bemalol kelsangiz, siz bolangizga yordam berib bir shifo yo'lini topa olsak, biz ham xursand bo'lamiz. TIT ajoyib ekan, profilingizda aytilishi. Marhamat, assalomu alaykum, xayr bayramlaringiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum doktor, yaxshimisiz? Charchamasdan. Rahmat. O'zingizga bayramlaringiz bilan. Rahmat aka. 59 maktab nomeri o'qituvchiman. Xullas doktor, dushanba kuni ishlaysizlarmi? Ertagami? Keladigan haftani ushamizmi? Ha. Ishtamiz aka, ishtamiz. Ko'p joylar seshanbadan 24-dami deyapti, o'shanga dushanba ishlasanglar bormoqchi edim, o'g'limga bormoqchi edim. Agar dushanba ishlamasak aka, xalqimiz o'tiriblarimiz 60 tadan operatsiyaga da'vat turibdi, ular ko'rish kerak, ulgurmay qolamiz. Keyin yana bitta so'rash bor. Ana qondan analiz bilan olingan 1 oy oldinga o'taveradimi? Operatsiyaga kelyapsizmi siz? Endi mabodo borganda miotastinoz degan bo'lish mumkin-da, bir ko'rsatmoqchiman sizga. Agar 4,5 yosh. Bo'laveradi aka, 4,5 yoshda. U 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda ozgina o'ynaydi, 4,5 yoshda bo'laveradi aka. O'shani so'rab olmoqchi edim. Rahmat katta. Xudo xolisa o'sha. Salomat bo'ling. Bayramlarni yaxshi o'tkazing. Hayitlaringiz bilan kirib kelgan. Rahmat. Savolni bering. Doktor, meni o'zimda yashirin holat deyishganda 6 oy oldin nima qilgan? 6 oy oldin o'g'limni sunnat qildirgan edik. Yashirin holat deyishyapti. Uni operatsiya qildirish shartmi, doktor? Necha yosh? 3 yosh. 3 yosh bo'ldi. Yuqorida sanab o'tdim, agar cho'ttisi ichkariga kirib chiqib o'ynab turishi mumkin, lekin
achisa, qo'li bilan qashib yursa, kir yig'sa, siyganda achishi bo'lsa, o'rtoqlarniki bilan solishtirganda oyijon, dadajon, mani kichkina ekan, o'rtoqlarniki katta ekan, nimaga maniga unaqa deydigan bo'lsa, buni qilish kerak. Qilish shart. Chunki kelgusi yarmi chiqib turadi, ozgina chiqib turadi. Yuqorida aytdim, buni ko'rib hal qilish kerak bo'lsa, o'sha kesalar ko'rib qilish kerakmi, yo'qmi hal qilinadi. Hozir men sizga qilish kerak desam, ko'rganimda noto'g'ri bo'lib qolishi mumkin gapimga. U gunoh kabira hisoblanib qoladi adashmasam. Shuning uchun bolani ko'rganda hal qilinadi. Kelish kerakmi, yo'qmi deydigan bo'lsangiz, siz bolalar urug'ligiga ko'rsatiladigan holatga ko'rsatma bor yuqorida shikoyatlaringizda, albatta uchrash kerak.